Bugun eng hayratlanarli 5 ta uzoqdan urilgan bisiklet gollar to'pi. Bu zarbalar futbol tarixiga kirgan. 5-o'rin Emre Can. Uning Liverpool uchun orqadan zarbasi butun Germaniyani larzaga soldi va Angliya Premier Ligasining haqiqiy bezagiga aylandi. 4-o'rin Jerdan Shakiri. Yevroda Polshaga qarshi o'yinda u ideal qaychi zarbasini amalga oshirib, jarima maydoni chizig'idan darvozani aniq yo'lladi. 3-o'rin afsonaviy Rivaldo. Barselona safidagi o'yinda u fantastik orqadan zarba bilan gol urdi. Hat-trikni rasmiylashtirdi va jamoasiga Chempionlar Ligasiga chiqish yo'lini sovg'a qildi. 2-o'rin Gonzalo Montiel, River Plate. Jarima maydoni tashqarisidan urgan orqadan zarbasi stadionni portlatdi. Bu Argentin futbolining haqiqiy shedevri edi. 1-o'rin Zlatan Ibragimovich. Uning Angliya darvozasiga 40 metrdan orqadan zarbasi bu shunchaki gol emas. Bu haqiqiy san'at asari. Futbol tarixidagi eng jinni va chiroyli gollardan biri.